harbiy sportchilarning yutuqlari yu muhim sport tadbirlari haqidagi yangiliklarni sizga yetkazishda davom etamiz. Mudofaa vazirligi Oliy sport natijalarini rivojlantirish markazi sport majmuasida joriy yilning 24-25 sentyabr kunlari regbi 7 turi bo'yicha Mudofaa vazirligi kubogi uchun musobaqa o'tkazildi. G'alaba uchun harbiy okruglar hamda oliy harbiy ta'lim muassasalari jamoalari bahsga kirishdi. Musobaqaning ochilish marosimida mazkur chempionat harbiy xizmatchilarni ham jismonan ham ma'nan chiniqtirish, jamoalarni o'zaro jipslashtirish, ularda chidamlilik, chaqqonlik, mardlik kabi fazilatlarni shakllantirish, qismlarda sog'lom turmush tarzini targ'ib etishdan iborat ekani alohida ta'kidlandi. Ayniqsa keyingi yillarda mazkur sport turiga harbiy xizmatchilar o'rtasida qiziqish ortayotgani, regbi ommalashayotgani e'tirof etildi. Mudofaa vazirligimizda rivojlangan sport turi bo'lib, regbi sporti. Mazkur sport turi bo'yicha harbiy xizmatchilarimiz 10 yildan ortiq shug'ullanib kelishmoqda va hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi regbi terma jamoasining 90%ni Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari tashkil qiladi. Keskin va murosasiz kechgan bahslarda hakamlarning adolatli qarorlari musobaqa shaffofligini ta'minladi. Hamma komanda kuchli, o'ziga ishongan, tayyorgarligi o'ta kuchli. Finalga chiqish uchun o'ylamoqdamiz. Bu mashaqqat ozroq qiyin bo'ldi. Komandani birligi, tayyorlanganimiz, komanda bir-biriga ishonganligi uchun mana ancha raqib komandalarni mag'lub qilib kelmoqdamiz. Komandani ishonchini oqlab, birinchi o'rinni olib, qo'mondonlikka ko'bikda olib borib beramiz. Maydonda jamoalarning jismoniy kuchi, aqliy qobiliyati va irodaviy xislatlari to'liq namoyon bo'ldi. Har bir ishtirokchi nafaqat g'alaba, balki chiroyli o'yin tashkil etish uchun bor mahoratini ishga soldi. Tort o'ynga. Olg'a bos! Yengil bo'lmas to'siq yo'q! Yakuniy natijaga ko'ra Mudofaa vazirligiga qarashli qo'mondonlik vakillari regbi 7 turi bo'yicha Mudofaa vazirligi kubogini qo'lga kiritgan bo'lsa, ikkinchi o'rin Janubiy harbiy maxsus harbiy okrug jamoasiga nasib etdi. Sharqiy harbiy okrug harbiy xizmatchilari 3-o'rinni egalladi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz. G'olib va sovrindorlarga kubok, medal, diplom va qimmatbaho sovg'alar tantanali ravishda topshirildi.